Laylatul Qadr kechasining bir kunlik ibodati 83 yildan ziyodaroq ibodatga tenglashtirdi va undan ham afzal o'ringa keltirdi. Ya'ni bandani bir kecha ibodati 83 yildan qariyb 84 yil. Birodar, mana bu baxt, mana bu fazilat. Bir kechaning ibodati 80 yil davomida biz 60 yil yashagan bo'lsak, 20 yili bolalik davri, necha yilidir uyqu davri, necha yilidir ovqatlanish davri, necha yilidir falon sarflangan vaqtlar. 70 ga kirgan odam vafot etganda 70 yil to'liq ibodat qila olmaydi. Yoshlik vaqti bor, kasal vaqti bor, ovqat vaqti bor, dam olish vaqti bor. Necha yilidir ibodat qila oladi. Lekin bandaning imkoniyatini qarang. Bir kecha ibodat Laylatul Qadrning fazilatini topsa, 83 yil to'liq ibodatning ajrini oladi. Bu ummati Muhammad uchun, biz va siz uchun baxt emasmi?